muallim keldi. Kamil ismli bir bola. Men doim uningga Kamil degan so'zning ingliz tilida to'ga degan ma'nosi bor. Shunga o'zingni doim egiz o'ylar deb chaqchaq qilib qo'yatdim. Men bak ko'p tush ko'rib ketmayman yoki siz degandek ko'rsammi unutib qoldigandiman. Biroq mening
sening boyliqing Erondagi Isfaxonda uni ep kel degan edi. Şoň bu yak keldim. Biroq o'ylamagan yerdan boyliqqa erishning o'rniga kaltak yedim. Bu gaplarni anglagan O'rdiya savuli qaqaqlab kulib ketibdi va uningga: "Sen nima degan ahmoq kishi? Sen ko'rgan tushni menmi orqa-orqadan 3 qatim ko'rgan. Tushimda usti beshni tarbiyasib ketgan bir odam paydo bo'lib, u menga Qohiraning ma'lum bir yerda kulran kelgan bir uy bor. Bu uyning hovlisining o'rtasida bir tip anjur darxi bor. Shu anjur darxining ostida sening boyliqing bor. Boyliqingni ep kel deganicha g'oyib bo'lgan edi. Men bormadim. Biroq sen ahmoq tushunda ko'rgan va anglagan narsalarga ishinib, shahar yurib, boyliq izlab yuribsan. Bo'ldi, u tushlaringni unutib ket. Bu pullar bilan asta yurtdan qaytib ol, debdi va bir qancha tanga beribdi. O'rdiya savolning gaplarini anglagan u kishi intayin hayajonlangan holda Qohiraga qaytibdi. Yasavol tushida ko'rib tasvirlagan u uy bo'lsa, dal Qohiralik ashu kishining uyi edi. U uyga beribla anjur darxining tegini ko'lab, g'oyat zo'r boyliqqa erishibdi. Sami hikoyaning oyoqlashganligini bildirib ko'zimga qaradi. Men uningga: "Orzularingni tushga aylantirib qo'yish oson bo'lgan bilan, tushlaringni reallikqa aylantirish uncha o'ng'ay emas. Bu sendan tasavvuringdan halqagan qiyinchiliklarni va boshqalarning masxara qilishlariga bardoshlik berishingni talab qiladi. Van Gogh daraxtni yulduzdan egiz sizganda hamma kishi masxara qilib kulgan edi. Dedimda qo'limga bir tal bor parchasini elib, o'llati bilan surtilgan do'skiga yiqilishni o'rgan, yiqilishdan o'rgan deb yozib qo'ydim. Muallim keldi. Yiqilish deganimiz orzusiga vaqtliq yetolmaslik, mag'lubiyat orzu qilishga jur'at qila olmaslik. Yiqilish o'rningdan turishga boshlagan hamon oxirlashidir. Mag'lubiyat hayotlik tanlashdir. Yiqilish botirlarning ishi. Faqat yiqilib baqqanlarla usturishdagi sharafni va utishdagi xushallikni his qila oladi. Shundaqla muhabbatning nimaligini his qiladi. Albatta, mangu yiqilib baqmaganlarmi bor. Chunki ular azaldan tik turib baqmagan. Ular tartuqdan qo'rqidi. Ular haqoratdan qo'rqidi. Ular azaldan ko'zin ixtiyorsiz to'kilgan yoshning tuzning ta'mini bo'ldiganligini bilmaydi. Ular ko'ranglagan holda men azaldan ustirib baqmagan deyalaydi. Shu sababli ular yana men ustib baqdimmi deyalmaydi. Azaldan yiqilib baqmaganlar xayr xo'sh va men qaytib keldim degan gaplarni bilmaydi. Azaldan yiqilib baqmagan yo'lbos o'zining bolasiga: "Balam, o'rmonliq kirma, u yer qo'rqinchli" deb tushundirdi. Yiqilish mag'lubiyat emas. Tartuq bo'lsa, botirlarning tiniga berilgan medal xolos. Sening yiqilishlaring hamon bir kuni navrilaringga faxrlik holda aytib beradigan hikoyaga aylandi. Men dal hikoyasi bor, mazmuni bor kishilarni yaxshi ko'raman. Ammo sening voz kechgandan keyingi vaysashlaring, bahonalaringni anglashga siyandal qurtimi vaqt ajratmaydi. Sen seni yiqitgan tog' chuqsiga qarab, "Ey tog', bu qatim meni yiqitganliging bilan men yana kelaman, saqlab tur" deyishni o'rgan. Söygünün senin taqqa yamashmagan pokiz holating emas, har qatim tog'dan yiqilgandan keyingi juljul holatingni, har qatim yiqilgandan keyingi tog' ato qilgan yuzlaringdagi tartuqlaringni so'ydi. Xuddi Dostoyevskiy aytgandek, o't bo'lib yonmagan odamdan mangu purqurab is chiqadi. Balasini quchug'idan mangu tushirmaydigan ana yaxshi ona emas. U akilisining onasi emas. Balası uchun xos tayyorlagan dada mag'lubiyatchi dada. Men o'z go'shi bilan ballarni baqadigan pelikan qushig' emas, tumshqi bilan ballarni tiqiyalardan ittirib etadigan burkut onalarni yaxshi ko'raman. Chunki ular buning ballarga qanot chiqarishni o'rgatadigan birdan-bir usul ekanligini biladi. Yiqilish qo'rqinchli ish emas. Yiqilishdan qo'rqish haqiqiy qo'rqinchli. Qaytlash numus emas. Qaytilolmaslik numus. Faqat yetib olgan odamdala yiqilish bo'lmaydi. Hayotning huzuri yetib olishda emas, balki yiqilib qo'pishda. Yiqilishni o'rgan, yiqilishdan o'rgan.
apam uchun qilamig'inim. Karli zamon qahramonga muhtoj deb yozgan. Gruziya tarixi San Martinni cho'qinishga arziydigan qahramon deb qaraydi. Biroq mening nazarimda San Martin Chilidagi urushda boshqa askarlarga qaraganda ko'proq odam o'ldirgan askar xolos. Odam yorlandirish hargizmi qahramon bo'lishning oldingi sharti emas. Yaltiroq qo'ng'izdek nur chechishdan boshqani bilmaydigan, shundaqla mevalik daraxtdek butun hayotini boshqalarga meva taqdim qilish uchun sarf qiladigan shu oddiy kishilar mening qalbim va qalamimda haqiqiy qahramon hisoblandi. Har qanday bir insonning qalbida bir qahramon bo'ladi. Mening shaxsiy tarixim va taqdirim menga bir qahramonni ato qildi. Mening qahramonim bo'lsa bir ayol. Biroq u nozugim emas. Balki mening opam Tojigul. Balalik davrlarim o'tgan mahalla yomon emas mahalla edi. Ish bo'lmaganda uyulla qiz edi. Bizdek shaharliklar uchun o'rmon hisoblanadigan 20 necha tal oq terak bizning bir-birimizni qo'g'lashib o'ynaydigan yaxshi joy edi. Bir yilda oz deganda 3 qitim takror qo'ydigan Suv bo'yida filmining ta'siridanmi mahalladagi bolalar u filmdagi personajlarning rolini elib o'zaro urushib o'ynaydiq. Doim absharga ishtini yetilib elib, kichiklarni bo'zaq qilib o'ynaydigan White ismli bir aylan bor edi. Uning ustixoni cho'ng va bo'yi egiz bo'lib, o'zini Wusong deb atib oladi. Meni bo'lsa Shiminching deb bo'zaq qiladi. Bir qitim xuddi filmdagi Wusong Shiminchingni dumbalagandek White meni yerga yiqitib, yuzimga dastlab turdi. Dal mush paytda jiroqdan opamning nur tezligida biz tarafga etilib kelganligini ko'rdim. Aldığı taqib algan partuqning ustidagi un yuqilaridan uyda ximir yug'urib chiqqanligi chiqib turadi. U yenimizga keldi. Ko'zi ilkisir o'g'irlab, mashda necha kech kunduz ko'ydirilibmi o'lmay chiqqan Sunvokoning ko'ziga o'xshash chaqnab turadi. "O'g'limdan yiroq tur!" dedi opam Whitening ko'ziga tikilib turib. White va uning absharga ishdi orqaga dachdi. Arqadilla opam meni o'rnimdan turg'izib, o'zining samsaqning purqi chiqib turadigan partuqi bilan yuzimdagi oyoq izini surtkash. "Balam, o'g'il bola qayerda yiqilsa, shu yerda o'rnidan turishni bilish kerak. O'yiningni o'yna va tomoq pishqanda to'layman." dedi-da, uy tarafga yo'l oldi. Bu opamning men uchun qilaligini. Oliy maktab imtihon natijasi e'lon qilindi. Xushalliqimda natija qayg'usini elib ushqandek uyga kirdim. Darvaqa uyda opam yolg'iz edi. Natija qayg'usini uningga ko'rsatdim va uning mendan xushal bo'lgan holatini ko'rishni saqladim. Biroq odatda topshiriqlardanmi 90 dan yuqori olsam xushal bo'lib ketadigan opam u kuni meni al-yul a'lo qilgan oliy maktab natijamni ko'ribmi, ancha xushal ko'rinmadi. Texmi hayron qolganim shu bo'ldiki, bir umr o'qituvchilik bilan shug'ullangan opam men akirgan natija qayg'usini ko'rib, "Bu nima?" deb so'rdi. Qiziq ish. Kichiklar bilmaydigan narsalarni "Bu nima?" deb so'rasa, cho'nglar aksicha biladigan narsalarni "Bu nima?" deb so'raydi. "Bu oliy maktab imtihon natijasi birinchilikka erishibdiman," dedim men hayajon ilkida. Opam zo'rlab kulib qo'ydi. Albatta, uyqusi kelgan odam uchun har qancha mo'liq musiqimi yiqimsiz shavqin bo'lib anglangandek, azob ichida qolgan yurakning xushxabar anglig'idek holi bo'lamdi. "Dadam ne ketdi?" deb so'rdim orqadilla. Opam aran kontrol qilib turgan yoshlarni qo'yib berib, ko'ziga burunqidan sal samrib qolgandek ko'ringan o'g'liga qarab, qo'lidagi to'qashnani o'shtib, ikkiga bo'lib etdi. Ular ajrashgan edi. Singlim opamga, men dadamga buyurilgan edi. 18 yil opamning balasi bo'lib kelgan men shu kundan boshlab dadamning balasi bo'ldim. Uning ko'zidan taramlab yosh oqayotdi. Dal shu paytda men opamga qarab, "Seni suydigan er dunyoda birla emas, men seni suyman," deyamadim. Bu mening opam uchun qilamag'ini.
muallim keldi. Anang o'smirlik chig'idila seni orzu qilgan. Yog'och qo'nchoq orqali seni olluburun ko'rib bo'lgan edi. Har qitim aksi tillaganda bog'ning orqasida yig'lab dardini sana aytatdi. Sen untunsiz anglayding. Biroq hozir undaq bo'lmay qoldi. Sen anangning qo'rsiqidagi chaqdila seni suyatdi. Sen tug'ilibla u sen uchun o'lishga tayyorlik qilib bo'lgan edi. Sen yotgan büşkni yasash uchun ishlatgan 8 tal mixni u bir-birlab sanab chiqqan edi. Anam nima degan kuchlik deb qolma. U sendan mojiz. Biroq barliq kuchini chiqardi. Anam nima degan boy deb qolma. U sendan namrat. Biroq u barliq pulini chiqardi. Sirtdan shuncha yerib charchab kelsimi, seni ko'tarishdan biror qatam yaltib boqmadi. Chunki seni egiz ko'targanda o'zimi ko'tarilgandek his qilatdi. Albatta, ana bo'lib boqmoqcha charchashning nima ekanligini, shundaqla faxrlanishning nima ekanligini bilmaysan. Anang uchun sen mangu kichik bola. Uyingning tam qog'ozlaridagi barmoq izlaringning bargan suri yug'unab, ondan g'oyib bo'lganiga, uni so'yguningda yuzga sanjalgan soqollaringga qarab, ondan balam asi cho'ng bo'pti-da deb o'ylaydi. Biroq xushal bo'lmaydi. Uningchi bo'lsa, seni mangu yanchiqiga selib olg'usi bor. Anangning tunji temim sutini olgandan tortib, ta hozirgacha uningdan elib hayot kechirib kelding. Anang bo'lsa, sana berish orqali hayot kechirib keldi. Ular beralmaslikdan ansiraydi. Tulum ansiraydi. Diqqat qildingmi? Anang seni doim aldaydi. Kaptar tutaman deb o'gizdan yiqilib, qo'lingni kesib olding. Anam tillab ketadigan bo'ldi deb o'ylading, biroq unda qilmadi. Yomg'irda do'stlaring bilan o'ynab, yerim kechi bo'lganini sezmay qolding. Endi anam uyga kirgizmaydi deb o'ylagan eding, biroq unda qilmadi. Cho'ng bo'lganingda uyda pul tugsa, anam chuqum mendan so'raydi deb o'ylagan eding, unda qilmadi. Hayotining eng oxirgi kuni uni yo'qlab doktorxonaga bording. U haqiqatan ojizlab ketgan edi. Bu vaqtda seni quchqiga olgandek, u kuni sen uni quchqinga olding. Kechicha hamroh bo'lishni o'ylading. Anang kulimsiragan holda, "O'g'lim, bo'ldi sen uxla. Menmi orom olay. At degan uyg'onibla seni chaqiraman" dedi. Sen uxlab qolding. Biroq atsi anang unda qilmadi. Chunki u nafasdan qolgan edi. Dadanga ayt. Yurtimdan Urumchiga o'qishga kelgandan tortib, hash-pash deguncha 6 yilmi bo'lib qoldi. Urumchini bak yaxshi ko'rib ketmasammi, bu 6 yil jarayonida xuddi odam o'zining badaniga, hatto badandagi og'riqlarga ko'nib qolgandek, uxlash bilan xo'sh yo'q bu shaharga olli-burun ko'nib qolgan edim. O'qish bitirdigan yili biz praktikaga chiqdik. Qaysar, Gulsaidam va men uchimiz bir guruh bo'lib, ma'lum bir nohiyadagi kichik bir doktorxonaga bo'lindik. Boshqa oqsuliq savodoshlarimga o'xshash Qaysarmi aqlliq, do'stlikni qadrlaydigan mijozi ishtik va ozroq o'rin edi. Oqsuda tug'ilganligidan faxrlanadi. Shu sababli Oqsu shevasini unutishni xohlamaydi. Uning aytib berishicha, dadasi Oqsuni yaxshi ko'rmagan bilan oqsuliqlarni yaxshi ko'radigan odam ekan. Qumulda tug'ilib o'sgan Gulsaidam bo'lsa egiz, bug'doy o'nkagan, zo'rur tepilmasa gap qilmaydigan kamso'z qiz edi. Biroq Astirdan dunyodagi barliq erlarni o'ziga jalb qilishga tirishadi. Eg'ir besiq mijozdan qaraganda Gulsaidam William Blakening qizlarni ko'mishdek yumshoq, oltindek sabra degan tasvirlarga ancha mos kelmaydi. Uning dadasining aytishicha, yezliqlarning uzun umr ko'rishining sababi aslimalarning aniq bo'lmasligi va shay'larni yodida tutanmasligi bilan munosabatli ekan.
yezdan farqlanib ketmaydigan bu nahiyaga kelibla Urumchini seg'inishga boshladim. Hatto azaldan berib boqmagan ko'chalarni seg'inishga tirishdim. Yezdiqlar bilan paranglashish uncha o'ng'ay ish emas. Gerçi bilsimi qanday tushuntirishni bilmaydigan bu kishilardan har qanday savol so'rsam, bilaman deb javob beradi. Agar ulardan Charles birining kallasining qanday elinganligini so'rasa, ikkilanmasdan bilaman deb javob berdi. Bu yerdagi men eng yaxshi ko'radigan joy bo'lsa, haftada bir qitim bo'ladigan dehqonlar bozori. U vaqtlarda bozorda men yeyishni yaxshi ko'radigan hamma narsa topiladi. Oshpazlar bak pokiz bo'lib ketmasimi, tamoqlar shunday o'xshaydi. Boshlang'uchda o'qiydigan mazgilimda ko'k much va pomidorni aralashtirib, xamsa yasashga mahalla bo'yicha birinchi edim. Maxfiy reseptim bo'lsa, qo'limga tuz suvi ilib, saylani hag'uchi mijiqlash edi. Bir kuni non setib olish uchun bozorga bordim. Odatda non setib olsam, eng sat nonni tanlab setib olaman. Bu dadamdan qolgan odat. Har qitim dadam uyga intayin ko'rimsiz nonlarni akirganda opam qayib ketadi. Dadam beshni qoshlag'ancha opamga: "Ey, sen undaq degan bilan bu nonni men olmasam kim oladi?" deb javob beradi. Tuyuqsiz bozorda bir qo'zni quchoqlab, yig'i orlash ko'zlari bilan bu qo'zchaqqa bir nimalarni davatgan bir kichik qizni ko'rib qoldimda, qiziqib yeniq bordim. Va qo'ziga nima davatganligini so'radim. Qiz savolimga javoban bu qo'ziga o'zini ostirishini, uningdan xafa bo'lmasligini va uni tashlab etkisi yo'qligini deganligini aytib berdi. Keyin bilsam bu qo'zini qizning cho'ng onasi hayot vaqtida uni qoldirgan bo'lib, dadasining aroq ichishiga puli qolmaganligi tufayli setish uchun elib chiqqanligini bildim. Dadasidan yetarlik muhabbatga erishaolmagan bu kichik qizchaga nisbatan u qo'y allaburun uning dadasiga aylanib bo'lgan edi. Ayni davrda Iskandar Zulqarnaynning dadasi Filip Iskandarni urish uchun o'rindan qo'pgan vaqtda maslikda oldidagi ustalga putlashib yiqilib tushgan edi. Dal mush paytda Iskandar o'rindan turib ko'pchilikka: "Ey Makedoniya xalqi, podshohingning holi qara. Bir ustaldan yana bir ustalga berishga qudrati yetmagan bir odam qandaqmi Yevropadan Osiyoga o'talisin" degan edi. To'g'ri. Bu kichik qizga birdan-bir bexatarlik tuyg'usi ato qilayotgan, bir tal qo'zinimi saqlab qolamagan bir dada uning kelgusini qandaqmi bexatar saqlab qolamisin? Bir qo'zining puliga 30 bodlik aroq keladi. 30 degan son bilan insoniyat tarixi bakla to'lmuş. Nuhning kemisining egizligi 30 kubit edi. Odam ota qizil to'pidan qo'pganda 30 yosh edi. Abraksning tikanlari 30 tal edi. Yuda Aysoni setib etganda olgan puli 30 tanga edi. Dada qo'zini 30 bodlikka sotdi. Muhabbatga qanmagan, hatto ikkilamchi muhabbat bilan o'ziga ozroq tasalli berishga qodir bo'lmagan bu qiz kelgusida yo'q, hozirning o'zida nimaga aylanib qoladi? Buni bilmayman. Shundaqla bilmasga soliman. Muallim keldi. Angla Ali. Maktabda tarbiya ko'rgan bola savotsiz boladir. Jasurlikni va boturlikni dadangdan boshqa hech kim sana o'rgatolmaydi. Dada bo'lishga tayyorligim putmidi deganlarga ayt. Dadaga aylangandila ular hayotida nimalarga tayyorlik qilish kerakligini biladi. Balamga uy va mashina olib berdim. Ham xizmatga o'rinlashtirib qo'ydim deganlarga ayt. Dadaning muhabbati bo'lsa, balaga nima ishlarni qilib bergani orqali emas, balki nima ishlarni qilishni o'rgatganligi bilan o'lchindi. Har qanday bir qiz dadaning suyish va quchoqlashiga muhtoj, mangu muhtoj. Shundul u hamon o'zini shartsiz so'ydigan va bag'riga bosadigan bir erning borligini unutmaydi va buningdan xotirjamlik topadi. Undaq bo'lmaganda ansiz yurak, ansiz reallikni paydo qiladi. Dada bo'lsa qizning boshqa erlarni o'lchaydigan o'lchimi. Dada qancha sog'lom bo'lsa, qizning tanlashi shuncha sog'lom bo'ladi. Har qanday bir qiz chuqum hayotida uni umidsizlantirmaydigan bir qahramonning borligini bilish kerak. Angla o'g'lim, dadang sana o'zing buzgan o'yinchiqlaringni qanday o'ngshashni o'rgatsin.
shundil keyingi hayotingda buzib qo'ygan ishlaringni o'zingdan boshqa hech kimning o'ngshab bermaydiganligini yodingda ching tutsan. Dadang sen bilan top o'ynasin. Bu orqali u yillarda ussangmi yoki uttirsangmi oliyjanob bo'lishni o'rganasan. Angla qizim. Baş oxiri yo'q ishlar bilan kunda oldirash yurgan yoki o'zini oldirash ko'rsatayotgan dadangga ayt. İşlaringni qilish uchun bir umr vaqting bor. Biroq mening umrimda birli qitim kichik bola bo'lish furstim bor. Menga yana hamroh bo'lmasang, cho'ng bo'lib ketaman, dada. Chingizxonning otchiqi hammamizga ayon. Odamning balaliq davri intayin osti o'tadi. Shu tufayli balaliqdagi do'stlarimiz texi bak ko'p narsalar qochilanmagan aslimlarimizda alohida o'rin tutadi. Mardan bo'lsa balaliq cheg'imdagi yaxshi do'stim edi. Opalarimiz do'st bo'lgandan sirt dadalarimizmi doim billiq qart o'ynaydi. Odamni ikki narsa alohida yaqinlashtirib o'tadi. Biri o'rtaq manfaat, yana biri bo'lsa o'rtaq jinoyat. Taxminan 6 yosh vaqtimizda Mardan ikkimiz idoradagi bir kichik iskilatga o't qo'yib atgan edik. U do'stlikka xeyli yaraydi. Men uni ig'ir ko'rinadigan yenik detalga o'xshatiman. Qarmoqqa kamsiz ko'rinadigan bu do'stim ba'zi vaqtlarda bak yeniklik qiladi. Boshqalarning ishiga aralashmaydi. Albatta, boshqalarning uning ishiga aralashishiga yo'l qo'ymaydi. Ma'lum bir shanbaning attigini u tuyuqsiz bizning uyga kirib keldi. Hammamizga ayonki dam olish kunlari intayin tez o'tib ketadi. Sababi dam olish kunlarida attigan mavjud bo'lmaydi. Tushkucha uxlash arzuyim barbod bo'lganiga ozroq achchig'im kelgan bo'lsa-mu, Mardanning achchig'ini ko'rib, mening achchig'im darhol qochib ketdi. Rashidaning meni tashlab anglidan haqachon. Sodir degan go'y uni mendan tatib oldi, deb koyib ketdi Mardan. Men Sodirni yaxshi bilaman. U mushu mahalladagilar ichida eng yaxshisi hisoblanadi. Dedim men uning achchig'ini besish uchun. Yaxshi bo'lamdi yoki bo'lmamdi, buning bilan karim yo'q. Uning bilan qilgan hisob kitobim bor. Qara, hech kimdan hech nimani tatib olmaydi. Rashida sendan ayrilib ketgan bo'lsa, bu Sodirning ishi emas. Rashida balkim senda zerikkandir. Bu bo'lib turadigan ishlar. Dedim men bir oz o'ylanib olgan ekan. Biroq haq nima deydi? Meni qo'ldan ish kelmaydigan yaramas demamda. Sana desam, boshqalarning nima deyishdan qo'rqibla avarchilik topma. Seni so'ymaydigan, hech bo'lmaganda so'yishdan to'xtagan bir qiz bola uchun bunday qilish texmi arzimaydi. Sen meni Rashidadan ayrilganga chidamayotidi deb atamsan. Sana desam, bir ayolni 5 minutdan ortiq o'ylagan erkak emas. Rashida degan bir vafosiz. U 2 kunning oldida ko'zimga qarab turib, senda zerikib ketdim, ayrilib ketayli deydi. U rost gap qilibdi. Rost gap ozroq ochiq bo'lsa-mu, yolg'on yaxshi ko'rgandan yaxshi emasmi? Ish qilib urushib qolma, Sodirmi bo'sh emas. Seningcha men uni qo'rqib qolamdim? Bu qo'rqish masalasi emas. O'ylab baq, yot bir bola bilan olli-burun yotlish bo'lgan bir qizni deb o'zingni va uni zaxmlantirishning hojati bormi? Mardan gaplarimga quloq solmadi. Ochiq uning aqlini kesib atgan edi. Atsi yo'lingga silingan bir pichoqning zarbasidan Mardanning o'simlik odamga aylanib qolgan xabari keldi. Garchi do'stlik majburiyatimni ado qilib bo'ldim deb o'ylagan bo'lsam-mu, o'zimni yanada gunohkordek his qildim. Bir necha kundan keyin dadam meni yeziga elib berib, to'xu so'qishtirishni ko'rsatdi. Rost gapni qilsam, bakli bearam bo'ldim. Bekala bir-birini qon qilib so'qishayotgan bu xo'rozlarga nima bo'ldi? Muallim keldi. Chingizxon lashkarlarini boshlab ovlash uchun shikarga chiqdi. Uda necha kun hech qanday narsani ovlay olmadi. Ussuzlik va herib charchashdan holi ketgan lashkarlarni ko'rgan Chingizxon o'zining omroq shunqori va bir necha lashkarni elib kelib, qolganlarini bargoh qaytishga buyurdi-da, safarni davomlashtirdi. Ussuzlikni qandirish uchun shunqorni osmon qo'yib berib, suv tepishga avatdi.
ko'k osmonda bir oz parvoz qilgandan keyin Shunqor yerga shung'ib ma'lum bir joyga qo'ndi. Chingizxon odamlarni boshlab Shunqor qo'ngan yerga yetib keldi. Darvaqa kichik bir tog'ning yon bag'ridagi yeriqdan ozroq suv chiqib turardi. Chingizxon o'zining kumush rangli romkasini chiqarib, intayin tasda to'ldirdi. Romkada suvni ichishga tamshilib edi, Shunqor tuyuqsiz uning qo'li qo'nib, romka va suvni yerga tushiribdi. Darg'azab kelgan Chingizxon ochchig'ida Shunqorni chip tashlashni o'yladi-yu, bo'ldi qildi. Orqadilla romkani ikkinchi qatim to'ldirib ichishga tamshaldi. Biroq o'xshashli Shunqor yana bir qatim uning qo'lidagi romka bilan suvni yerga tushiribdi. Bu qatim u shamshirni chiqarib Shunqorga tangladi. Biroq o'ziga uzun yil hamroh bo'lgan do'stidan ayrilib qolishni xohlamagan Chingizxon uningga yanada hayot qilish fursatini berdi. Darvaqa 3-chi qatimliq suv bilan to'lgan romkani tushirayotgan Shunqor bu qatim Chingizxonning shamshirdan qochib qutula olmadi. Shunqor o'ldi. Halbuki tog'dan eqib chiqqan suvmi to'satdan to'xtab qoldi. Suvning manbasini tepish uchun tog' ustiga chiqqan Chingizxon suvda 2 zarlik yilonning o'likini ko'rdi. Dal shu chog'da ondan suvning zarlik ekanligini bilgan Shunqorning uning hayotini qutuldirish uchun o'z hayotini do'g'i tikib, romkadagi suvni qayta yerga to'kayotganligini tushundi. Biroq u kechikkan edi. Buningdan intan qayg'urgan Chingizxon bargohga qaytib, Shunqorning haykalini yasatqizdi. Haykalning o'ng qanotiga do'sting har qancha ochchig'ini keltirgan ish qilsa-mu, u amani do'sting so'l qanotiga ochiq qilingan har qanday harakat va qaror seni pushaymonni qoldirdi deb yozib qo'ydi. Qara Ali, ochiq qilgan so'zlaring va harakatlaring qip-qizil cho'g'ni elib boshqalarga otqanga o'xshaydi. Ochiq bo'lsa, qo'rqishning yana bir xil shakli bo'lib, o'zingni va boshqalarni tizli yaralandirdi. Hamma odam men o'ch, hech kim meni hurmatlamaydi va ko'zga ilmaydi degan o'yga mubtalo bo'lgan odam hamma kishini o'zining dushmani deb o'ylaydi. Xuddi bolqiga aylanib qolgan odam uchun hamma odam mix bo'lib ko'ringandek. Albatta, kunlik turmushda ochiqlanishdan xoli bo'la olmaysan. Ochiqing kelgan ifodalashga bo'ladi, biroq uningga aylanib qilishga bo'lmaydi. Bu deganlik ochiqlanishga bo'ladi, biroq ochiq yomon odamga aylanib qilishga bo'lmaydi. Chunki ular ojizdir. Yana shuni esing tutishing kerakki, ochiq bo'lsa tutakka o'xshaydi. Sabr qilsang, tezlik ko'tarilib ketadi. Eriq bo'yida turgan u bola qara. Eriqning suvi loy bo'lib ketganida, suvni suzildirman deb eriqqa sakradi. Natijada suvni texmi litivetdi. Agar u eriq bo'yida sabrchanlik bilan biroz saqlagan bo'lsa edi, suv o'zligidan suzilib qolgan bo'lardi. Kirpining tikini. Odatda kishilar o'ltirishlarga yoki to'y-to'kinlarga taklif qilinganda kechikib berishga odatlangan. Chunki hech kim taklif qilgan yerga birinchi bo'lib yetib kelishni xohlamaydi. Baldur berib boshqalarni saqlash ularni kichikiltib qo'ygandek, kechikib qolganda bo'lsa, cho'ngiltib qo'ygandek his qildirdi. Amaliyotda kichik kishilar cho'ngdek, cho'ng kishilar kichikdek ko'rinishga odatlangan. Taklif qilingan yerlarga dal vaqtida borgan ashu kichik kishilar amaliyotda hurmat qilishga tegishli haqiqiy cho'ng kishilardir. Jungo yaqinqi zamon yozuvchisi Bajin odamning soyasi eng cho'ng tushgan vaqt dal quyoshning patgan vaqti degan edi. To'g'ri. Jon jahli bilan cho'ng ko'rinishga tirishayotgan ashu kishilar dal zavolliqqa yuzinayotgan bo'ladi. Yana bir qiziqarli fakt shuki, kishilar avtobus yoki aeroplanlarga chiqishga to'g'ri kelganda boshqalardan burun chiqish uchun yarim soat burunlab uchratga tizilib bo'ladi. U kuni burunqi odatim bo'yicha aeroplanga yanala eng oxirida chiqishni tanladim. Aeroplandagi belgilangan o'ringa kelib yuk taxlarimni qo'yayotganda, to'liq o'tir maktabda bizning sinfda faqat bir oylik o'qigan bir saboqdishimning aeroplanning orqasidagi o'rinda o'tirganini ko'rib qoldim. Biroq ismini eslayamadim. Ismini unutib qolgan to'nishlarni qanday chaqirish kerak?
Braziliyadagi Yaxu deb atiladigan bir yerlik qabiladagi kishilar bir-birini chaqirish uchun toki qarshi taraf ko'rgicha yerdagi loy patqoqlarga o'zini milaydi. Biroq men undaq qilmadim. Aksicha, uning meni chaqirishini saqladim. O'ylaganimdek, u meni darhol tonib, yanimga kelib o'ltirdi. Qo'lidagi aeroplan bileti orqali uning ismining Nabiy ekanligini eslab oldim. Uzun o'tmay paranglarimiz birga o'qigan vaqtlarni eslash bilan bo'ldi. Bir mavsum o'qigan bo'lsa-mu, uning esida qolganlari meninkidan ko'p edi. Arliqda ma'lum bir savodishimizning o'lib ketganligi tilga ilindi. Garchi u hozir biz uchun faqat bir quruq ismdili deyrak bo'lsa-mu, uning o'lganligi tilga ilinganda Nabiy ikkimiz qayg'urgan holatga kirib oldik. Gaplar bora-bora tugashga boshladi. Uning to'y qilgan yoki qilmaganligini so'rdim. Bu gapni anglabla Nabiyning ko'zi kichiklab, burulari qichishga boshladi. Ikki qo'lini yuziga qo'ydi. Maymunlar odatda xijil bo'lganda ikki qo'li bilan yuzini to'sib oladi. Shu orqali o'zini g'oyib bo'ldim deb qaraydi. Balki maymunlar boshqalarni ko'msam, ular meni ko'maydi deb o'ylasa kerak. Adash, menga har qanday sirni desang bo'ladi. Men birovning sirini boshqalarga deyish orqali erishgan huzurga qaraganda, u sirlarni saqlash orqali erishgan huzurni texmi yaxshi ko'raman. Dedim men kulimsirgan holda. U o'zining to'y qilganiga 5 yil bo'lganligi, hozir 2 bolasining borligi, balalarning bir-biridan aqlliqligi, hatto odamning aqliga kelmaydigan gaplarni va ishlarni qila oladiganligini aytdi. Nabiyning bu so'zlari to'y qilganiga uzun bo'lmagan barliq yosh ota-onalarning doim deydigan gapi edi. Do'stlar bilan o'ltirganda balalarni maqtash allburun Uyg'urlarning odatiga aylanib ketgan ish. Men buni o'zini vositalik maqtash deb atayman. Nabiy gapini davomlashtirib, garchi dastlabki yillarda ayoli bilan baxtli o'tgan bo'lsa-mu, hozir barbara chiqishamayotganligi, mijozning qattiq kelishmayotganligi va shu sababli yaqinda ajrashmoqchi ekanligini aytdi. Uningga yordam bermoqchi bo'ldim. Birovga yordam berish huzurliq ish. Chunki yordam beruvchi o'zini yordamga erishguchiga qaraganda ustun va alohida his qiladi. Biroq uningga qanday yordam berishni bilmadim. Qo'shnilari, urug' tuqqanlari va ota-onasi doim deydigan unumsiz nasihatlarni qilishni xohlamadim. Paranglarni tugab, men kitob ko'rish bilan, Nabiy o'zining taxta kompyuter orqali Muz erasi nomli karton filmni ko'rish bilan aldirash bo'lib ketdik. Safar yerimlashganda men tuyuqsiz uningdan Muz davrida kirpining qanday hayot qolganligini bilamsan deb so'rdim. U, men bilmayman. Biroq bilmayman deyishni xohlamayman. Sen deb be, degan ravishda menga qaradi. Muallim keldi. Ayni vaqtdagi muz davrida yer shari temperaturasi qattiq tushib, qahrdan so'g'oqqa chidamagan hayvonlar illiq joy izlab safarga chiqqan ekan. Nurg'unlari manzilga berib bo'la olmay, to'nglab o'lib qolgan ekan. Buni ko'rgan kirplar o'zlarining u osti mengishida manzilga mangu yetib bora olmaydiganligini bilib, hayotini saqlab qolish uchun hammasi bir yerga yig'ilib, bir-biriga choplashish orqali issiqlik paydo qilmoqchi bo'pti. Biroq o'ylamgan yerdan bir-biriga yaqinlashgan hamon tikanlar sanjilibdi. Og'riq chidamagan kirplar amalsiz bir-biridan yiroqlashishga majbur bo'pti. Natijada qahrdan sovuqning ta'sirida kirplarning zo'r bir qismi o'lib ketibdi. Eshib qolgan ozg'ina bir qism kirplar o'zlarining hayot qilish uchun issiqlik paydo qilishi, issiqlik paydo qilish uchun bir-biriga yaqin turishi, bir-biriga yaqin turish uchun bir-birining tikanlariga bardoshlik berish kerakligini tunib yetibdi. Shundaqla qayta bir-biriga yaqinlashishga boshlabdi. İnson tug'ilishdan hamkorlashib yashaydi va hayot qoladi. Olammi albatta bizdan mushin talab qiladi. Kishilik munosabatda bir-birimizning o'xshash tarafi bizni xushal qilsa, o'xshamaydigan taraflari bearom qiladi. Biroq mush bearomchilik dal bir-birimizni davolaydigan tikanlardir. Atrofimizdagi biz tunuydigan va birga yashaydigan har qanday kishi amaliyotda qalbimizning soyasidir. Biz bir-birimizning doktori va o'qituvchisi hisoblanamiz. Ularning tikan bo'lib sanjilgan xarakterlari, gap so'zlari va harakatlari
qalbimizdagi bizni doim qo'rqitadigan olbastini chiqarib tashlashga yordam beradi. Ayolingning ko'zingga eng sig'maydigan taraflari amaliyotda qalbingdagi sen chiqarishdan, hatto qarashdanmi qo'rqadigan, shu sababli besib kelgan, biroq cho'qim chiqarish tegishlik taraflaring hisoblandi. Mayli ayolingning bo'lsin yoki do'stingning bo'lsin, ularning sana o'xshamaydigan tarafi dal kirpining tikiniga o'xshash sana sanjildi. Biroq mushi sanjilishga bardosh bera olgandala munosabatlar hayot qoladi. Ondan seni bearam qilayotgan bu tikanlar barbara seni davolashga boshlaydi. Odamning saposi o'zi yaxshi ko'rmagan ishlarni va odamlarni hurmat qilish ifodalandi. Bir er bo'lg'ichi ayoliga sening tikanlaringni elib etaman, mening sanjilish kerak desa, u holda bu er ojiz va yaramsiz er hisoblandi. Qara nabiy, nurg'un er ayollar doim uning men yoqtirmaydigan nurg'un yerlari bo'lsa-mu, chidab yashab kelyapman deydi yoki o'ylaydi. Biroq ular qarshi tarafdagi o'zlari yoqtirmaydigan ashu o'xshamasliklar tufayli taqdirning ularni bir yerga akelganligini tushunmaydi. Shu esingda bo'lsinki, oilada men yo'q, balki biz bor. Janivadagi bir pocha rasm. Noposi 200 mingga yetmaydigan Janiva shahri o'zini dunyoning markazida his qiladi. Nurg'un kishilar, ya'ni alohida kishilar bu joyga kelib yig'inlar qatnashadi. Shu sababli osmonda pat-pat tikuchar aeroplanlarni uchratqili bo'ladi. Bu yerda necha kundan buyon to'xtamay chiqayotgan sovuq shamol meni marojni yeyishdan izchil to'sib kelmoqda edi. Bu soğuk şamal men Shveysariyaga kelib 3-kunimi, 5-kunimi to'xtamadi. Alpstegdan qaytib kelgandan beri ko'pincha vaqtimni mehmonxonada o'tkazdim. Bir kuni attigan nashta qilib bo'lib sirtqa chiqdimda, gazet jurnal satirgan bir bodkaning oldida to'xtadim. Nemali degan bilan Yevropada turyapman. Shu sababli ularning odatini to'g'rim keldi. Shveys tili men uchun butunlay yot bo'lganligi tufayli fransuz tilidagi bir gazet va bir balola jurnalni setib oldim. Chunki balla jurnalni tushunish o'ng'ay deb o'yladim. Yotoqqa qaytib kelib, balkonda bir stakan cappuccino ishkash gazetni varaqladim. Gazetda monola yozilgan edi. Har yili Yevropada ayollar jo'risining oshnalarining iziga tushib, isbot to'plash uchun shaxsiy razvedchiklarni yollashga sarf qilgan pul 74 million frank. Taxminan 500 million yuanga yetib boradi. Of, mushimi ishmi? Yevropaliklarning bu qiliqini oilni so'yishdamdiq yoki kasblashtamdiq. Ishqilib bu ish menga bema'ni tuyuldi. Gazetni qo'yib jurnalni qo'limga oldim. Muqovasning ustida men azaldan ko'rib boqmagan bir o'maq hayvonning surati bor edi. Jurnalni o'ttirdila ochdim. Ochgan betimda tövendagi bolalar hikoyasi turibdi. Burunning burnusida bir chashqan bo'lib, hamisha mushukdan qo'rqib, ko'ngli g'ash yuradi ekan. Buni ko'rgan bir sehrgar uniga ich og'ritib, bu chashqanni mushukka aylantirib qo'yibdi. Mushukka aylangan bu chashqan shuningdan keyin itdan qo'rqib yashashga boshlabdi. Sehrgar uni itga aylantirib qo'yibdi. Itga aylangandan keyin yo'lbosdan qo'rqishga boshlabdi. Buningdan intayin bearam bo'lgan sehrgar uni oxiri yo'lbosga aylantirib qo'yibdi. Yo'lbosga aylangandan keyin bo'lsa, ovchilardan qo'rqib yuribdi. Buningdan qattiq afsuslangan sehrgar uni asli holatiga qaytarib qo'yibdi va uningga "Sana yordam beramagidakman. Chunki sendagi qo'rqishni keltirib chiqargan narsa sirti bo'lmasdan, balki ichingdikan" deganicha ketib qoldi. Balalar uchun chiqarilgan bu jurnal cho'nglar uchun yozilgandek tuyuldi. Odam cho'ng bo'lgan sari balliq chog'laridagi o'zini xushal qilish uchun biladigan nurg'un narsani unutib qoladi. Balalar boshqalarning oldida yig'lashni nomus bilmaydi. Chunki ular yig'lash orqali muhabbatga erishadi, ko'ngli yerim bo'lganini ifodalaydi. Natijada uni bazlaydigan odamga erishadi. Kulib erishamagan narsalarga yig'lash orqali bo'lsa-mu erishadi, toki erishmaguncha bo'ldi qilmaydi. Ular hatto qo'rqishni bilmaydi. Hech bo'lmaganda cho'nglarga o'xshash o'y xiyollardan qo'rqib yurmaydi. Ular uchun yiqilib tushish o'yinning bir qismi.
Şuna her qancha qattiq yiqilsam hech nim bo'lmaydi. Cho'nglar bo'lsa bara-bara yig'lashni unutib qoladi. Yig'lasimi hech kim yo'q yerda yig'lashni tanlaydi. Bolalardan boshqa kishilarga kulimsirashni xohlamaydi. Ko'ngli yerim ishkanligini ifodalashdan texmi qo'rqadi. Ularning ko'z qarashida bu ojizlikning ifodasi. Tam soatiga qaradim. Soat 10dan 29 minut o'tgan edi. Bu davlatda soat oldirab xatolashmaydi. Tushlik tamoqqa yana 1 soat 31 minut vaqt bor. Yanılı talağa chiqib aylanishni to'g'ri topdim. Cho'ng yo'lda mashina oz bo'lsa-mu, yanılı kichik yo'lni mangdim. Shveysariyaning qish vaqtidagi oq rangiga chiroyli qor chekit bo'lib turgan bir qora tanlik erning rasm chizayotganligini ko'rdim. Gulxonning yonida ikki odam o'ltirgan manzara tasvirlangan bir parcha rasmni qo'limga oldim. Bu bak yaxshi rasm, saqlab qo'ysang bo'ladi, dedi yenimda turgan bir yashangan bovay. Uning yenimga qachonlarda kelganini to'ymay qopdiman. Siz qayerlik? deb so'radim. Men Vengriyalik, deb javob berdi u. Albatta, dedim men ichimda. Chunki shveysariyaliklar hargizmi birovning ruxsatini olmay turib uningga taklif bermaydi. Bu nima rasm? deb savolimni davomlashtirdim. Yashanganlardan taklif va savol so'rasa, ular intayin xushallik bilan javob berdi. Chunki yoshlarga taklif berish va yo'l ko'rsatish ular uchun o'zining texi keraksiz emasligidan derak berdi. Gulxonning endi o'ltirgan bu ikki kishi bo'lsa, Hobil bilan Qobil deb gap boshladi u bovay. Qobil tarafidan o'ldirilgandan keyin ular keyingi hayotida bir qumliqda uchrashib qoldi. Bir-birini ko'rib intayin xushal bo'lgan bu ak ufkular qorong'u tushishiga gulxon yiqib tomoq yeyishga boshlabdi. Osmonda texi ism qo'yilmagan yulduz chimirlayotgan edi. Hozircha ular uchun yiroqdagi yulduzdimi muhim bo'lgan gulxonning o'ti ularga issiqlik bag'ishlayotdi. Dal shu paytda Qobilning peshonasidagi ayni vaqtda o'zi otgan toshdan qolgan yara izini ko'rib, yavatgan tomoqini yerga qo'yibdi va Qobilning uni kechirib etishni o'tinibdi. Toshni "Men sen otganmi yoki men sana otganmi?" esimda qolmabdi. U baribir o'tib ketgan ish bu. Muhim bo'lgani bo'lsa, biz ikkimiz hozir birga o'tirib, xushal holda tomoq yeyapmiz, deb javob berdi Qobil. Meni kechirib etganiga rostilla ishondim. Chunki unutib ketishning o'zla kechirib etganligini bildirdi. Undaqda menmi u ishlarni unutib ketishga tirishay, debdi Qobil. Shundaq, unutib ket. Pushaymon davomlashsa, gunohmi davomlashadi. Bovay gapini tugatgandan keyin qandoqdir bir ish tuyuqsiz esiga kelib qolgandek jiddiy ketib qoldi. Rasmni 5 frankqa baho talashmayli setib oldim. Tushlik tomoqni yeb bo'lgandan keyin yotoqqa kirib, balkondagi tavranma o'rindiqda yotqash o'ylanib qoldim. Muallim keldi. To'g'ri. Unutish kechirganlikning ifodasi. Shundaqla kechirish unutishning boshlanishi. Birovni kechirmaganingning o'zila o'zini azoblaydi. Natijada uning bo'lgan nafrat kallangda saxt hikoyalarga aylanib, seni to'xtamay bearam qiladi. Sen bir qushni tutib qafasga solug'iningda, qush uchun senmi bir qafasga solangan bo'lsan. Sen g'um saqlayotgan osh kishilarmi o'xshash seni davolash va tarbiyalash uchun kelgan farishtadir. Ular sen o'rgatmoqchi bo'lgan darslarni bilganingda, ularning kallangdagi obrazi tezli o'zgarib, dushmandan shafoatchiga aylandi. Birovni kechirmaslik seni hayot hikoyangda mahbusga aylantirib qo'ydi. Kech-kunduz uning jazolanishini tilaysan, biroq o'zing jazolansan. Oqibatda "Menli mushundoq bo'lamdim, bu ishlar menga uchramdi" deganingcha qoqshab qorong'ulikda o'lib ketsan. Angla Ali, boshqalarni kechirib o'tish turmadan chiqqanga barobar. Shuni deyman, birovni kechirish qandoqdir axloq fazilat emas, balki o'zingni qutqizganlik. O'zing o'ch bo'lib yurgan osh kishilarning baxtini tila. Nimishqa demsan? Chunki bu o'zingning baxtini tepishning birdan-bir yo'li. Bovay ballarga hayot haqiqatlaridan qalbingning cho'nqur qatlamida izchil bir maydon jang bo'ladi. Bovay ballarga hayot haqiqatlaridan qalbingning cho'nqur qatlamida izchil bir maydon jang bo'ladi.
Bu jang ikki bo'rining elishishi. Biri azob bo'risi. U hakavurlik, tushkunlik, adovat, manmanchilik va o'shmanlik vakillik qiladi. Yana biri xushallik bo'risi. U mehribonlik, umidvorlik, muhabbat, kamtarlik va apuchanlik vakillik qiladi. Bu ikki bo'ri orasidagi jang sizlarning shundoqla barliq odamlarning qalbida yuz beryotidi va taqdirini belgilayotidi, dedi. Undaqda qaysi bo'ri g'olib kelar deb so'radi bir bola. Buvay kulib turib mundaq dedi. Qaysi bo'riga yemaklik berib baqsang, shu bo'ri g'alaba qiladi. – 66 yoshlik Ali Qurbon. Bu qo'rqinchli voqea 2013-yili Urumchining ma'lum bir bog'chisida yuz berdi. Attigan soat 6da bog'chidagi qayta sirlashga tegishli bir o'rindiqda o'ltiratdim. Oldingi kundagi darsim o'quvchilarni qiziqtirgan edi. Tuyuqsiz yenimda birisi o'ltirgan holat paydo bo'ldi. Qo'rqinimdan o'rnimdan turib ketay dedim-yu, adabsizlik bo'lmasin deb davomli o'ltirishni tanladim. U kishi men kichik vaqtimda anglashni va ko'rishni yoqtiradigan kartun film Memning boshlanish muzikasini isqirtishga boshladi. Siz kim? deb so'rdim bu yashangan kishidan. Ismim Ali Qurbon, otishda tug'ilgan. Hozir Urumchi turaman, deb javob qaytardi u. Menma Ali Qurbon. Sen Ali Qurbon ekanligingni qanday isbotlaysan? deb so'rdi u. Uyimning kitobchasining 3-qurida Fyodor Dostoyevskiyning Alvastlar nomli kitobi bor. Amaliyotda barliq kitoblar ahamiyatsiz, o'qishning hojati yo'q. Biroq o'qishning hojati yo'q ekanligini bilish uchun cho'qim o'qishing kerak. Demak, siz mening qiyri vaqtim shundaqmi? To'g'ri, men bo'lsam sening 66 yosh vaqting. Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Tunigan texi oshqozonroq ekanligimni bildim. Biroq qo'rqib ketma. Hozir bu kasal odatdagi bir kasal. Kvant doktor menga 7 kun hozirda yashab asamla saqayib ketirganligimni aytdi. Singlim hozir qanday qiraq? deb so'rdim uningdan. U azaldan yaxshi. Biroq azaldan o'zini yaxshi deb qaramaydi. Aras. Doktor 1 yildan keyin mening qarg'u bo'lib qolganligimni aytdi. Buningdan shunday xursand bo'ldim. Chunki endi texmi ko'p narsani ko'ra olaman. Deginicha g'oyib bo'ldi. Cho'chib uyg'onib ketdim. Uyimni va karvitimni to'liq ko'raligimdan shunda xushal bo'ldim. Tush ko'ribdi ekanman-da, dedim ichimda. Biroq men 66 yoshlik bovayga aylanib tush ko'rdimmi va yoki 66 yoshlik bovay hozir menga aylanib tush ko'ryotamdi, buni ta hozirgacha bilmayman. Biroq uning chiroyidagi tabassum va xotirjamlik meni qiyrish va qiyirlar to'g'risida o'yga soldi. Muallim keldi. Qiyirlik bo'lsa odamga berilgan eng cho'ng sovg'at. Biroq har qancha yaxshi sovg'atni ichib ko'rmasang, u faqat bir keraksiz qop hisoblandi. Qiyirish bilan keraksiz bo'lib qilish hargizmi ma'noda so'z emas. Qirg'an siri mening deb o'ylagan narsalardan bir-birlab ayrilsan, hatto badaningning sening emas ekanligini bilganingda, ondan o'zingning ruh ega badan emas, badan ega ruh ekanligini his qilasan. Qirg'an siri kishilarga mehr-muhabbatlik bo'lasan. Yeningli kishilarning sen uchun qanchalik muhim ekanligini va ularga vaqtingni berishning dal kishilar aytib yurgan muhabbat ekanligini his qilasan. Ana shu chaqda qaysi bir shoirning bir-biringlarni suyinglar, bo'lmasa naslinglar qurib ketadi degan so'zini tushunsan. Qirg'an siri hech kim sendan yordam so'rashni xohlamagan osh vaqtlarda ondan boshqalarga yordam beralganlikning o'zimi katta bir sovg'at ekanligini tunib etsan. Qirg'an siri ko'p narsalarni bilasan, bilgan siri ko'p narsalardan voz kechishni o'rganasan. Erishishni qo'yda yurgan jamiyat buni sana o'rgatmaydi. Kishilarning qirishdan qo'rqishi bo'lsa, ularning hayotining ma'nisizligidan darak beradi. Yashashning nima ekanligini bilmaydiganligidan darak beradi. Hayotning ma'nisini topganlar orqasiga emas, oldiga menish qoldiraydi.
texmi ko'p narsalarni ko'rging keladi. Yosh vaqtingdagi o'tkir ko'zlaring faqat sen ko'rmoqchi bo'lgan dunyoni ko'rsatadi. Xiralashganda bo'lsa, dunyo o'zini ko'rsatadi. Qara Ali, men qaridim, keraksiz bo'ldim. Hech kim menga muhtoj emas deb o'ylarga sulnib olganlarga ayt. Qulub silingan o'y o'g'rini o'ziga jalb qilgandek, kasallikmi o'zini qulublab olgan shu kishilarni izlaydi. Ota-onalarimga vafodor bo'ldim deb, ularni ishlashga ruxsat qilmay, emgakdan mahrum qoldirgan farzandlarga ayt. Odam bo'lsa, jismida emas, ruhda qaraydi. Keraksiz bo'ldim deb o'ylash odamni keraksiz qilib yetadi. Emgak ustida tuyuqsiz o'lish doktorxonalarda qiynalib, jon tolishib o'lgandan afzal. Tağamның ölümü. Tibbiy universitet o'qish yilimning eng oxirgi imtihonini berib atgan vaqtimda, Atuşdagi tağam ablaning mengisiga qancha sabablik vafot bo'lgan xabarini oldim. Yaqin odami o'lganda bo'ladigan universal hissiyat mendan bo'ldi. Mech albomning Mori bilan o'tgan sayshanba nomli kitobida mundaq bir bayon bor edi. Janubiy Amerikaning yomg'irli o'rmonda yashaydigan Desana deb atilgan bir qabila bo'lib, ular olamni muqim miqdorli energiya deb qaraydi. Ularning ko'z qarashi bo'yicha elib aytganda, bir hayotlikning paydo bo'lishi bir o'limni keltirib chiqaradi. O'xshashla bir o'lim bo'lsa, yana bir yangi hayotning tug'ilishidan derak beradi. Shundala olam tangponligini saqlab tura oladi. Ular yana ozuqliq uchun ovlangan har bir hayvon olamdan iborat energiya maydonida bir kavak paydo qiladi. Bu kavak bo'lsa, o'chi o'lganda uning ruhi bilan to'ldiriladi. O'lim bo'lmasa, hech qanday qush yoki beliq tug'ilmaydi. Biz hammamiz dunyodagi mavjudot bo'lish sifatimiz bilan olgan ishkanimiz, berishimiz kerak deb qaraydi. Tuyuqsiz tag'amning xamxishliq uyi va uyining yendiki mo'kishga muvofiq keladigan qo'y qotini yodimga keldi. Bir umr yog'ochchilik bilan shug'ullangan tag'am abla menga biror qitim hetliq berib baxmagan. Buningdan azroq norozi bo'lsam-mu, uning men uchun keraksiz yog'ochlarni yasab bergan kup shakllik, piramida shakllik va chambar shakllik yog'och o'yinchoqlari uchun tashakkur aytaman. Bu yog'och o'yinchoqlar to'liq o'tir maktabda geometriya darsini tushunishimga, keyingi hayotimda murakkab bo'lgan Xenton nazariyasini tushunishimga foydasi bo'lgan edi. Uning kasbdagi shuari xaridaning talabi aqlga muvofiq bo'lmagan taqdirda qondirish edi. Buningcha bo'lganda xaridaning aman to'g'ri edi. Uzun o'tmay yurtga qaytdim. Udol tag'amning uyiga keldim. Uyning ikki tarafidagi qisiq derizlar ko'zimga texmi kichik ko'rindi. Uydan ayollar va bolalarning töven chastotliq yig'i ovozi chiqib turardi. Esimda qilishcha bu yig'i ovozlari avgustning 9-kunigacha davomlashdi. Tag'amning shaxsiy yotoq uyiga kirdim. Uyni aniq tasvirlashga qodir emasman. Chunki o'xshash bir uy o'xshamagan ikki odam uchun o'xshash ko'rinishni atayin. Qirg'oqdagi odam ko'rgan paraxut bilan paraxutdagi matroslar ko'rgan paraxut o'xshamaydi. Uydagi bir tal o'rindiq tag'amning badani, tizi va ig'irligini ko'rsatib bersa, karvati uning badan anatomiyasidan derak beradi. U soqol olganda va g'azablanganda doim qaraydigan tomdagi sunuq aynakka qarab, uning ayni vaqtdagi dunyosini bilish xiyolida bo'layotganimda uyga tag'amning ayoli kirib keldi. Rahmatlik vafot bo'lishdan burun bu xatni sizga berishimni aytgan edi. Dedi u qo'limga pochta markasi chaplanmagan, biroq konvertga qachilangan bir parcha xatni sungan holda. Ko'zlaridan eriga chidamaslikdan bakrak kelgusdan qo'rqish chiqib turayotgan bu mazlum ayolning yuragiga ozroq tinchlantirish to'g'risi berish mening majburiyatim edi. Uzun o'tmay uning ikki qizi enisini yetlab yanimizga keldi. O'zimga va ularga tasalli bo'lish umidi bilan tag'amning menga qoldirgan xatini o'llib o'qidim. Qara Ali, kunlarim oxirlashay deb qoldi. Seni jiyanim degan qaraganda do'stim deyishni texim yaxshi ko'rma. Kichik vaqtimda cho'chaklarga amroq edim.
sana o'qib bergan yog'och otning ko'z ishi degan hikoya elimi yodimdimi? O'lib ketguncha sen bilan yuz ko'risha alamdim yo'q. Bu menga noma'lum. Kecha kunduz men uchun allaburun ahamiyatini yo'qotdi. Oxiri sana bir hikoyani qoldirib qo'yishni to'g'ri topdim. Buni faqat sen tushuna olaysan va ayolim bolalarimga tushuntira olaysan. Bu hikoya bo'lsa bir kichik dengiz to'lqinining hikoyasi. Burun dengizda bir kichik to'lqin bo'lib, u shuncha xushal va mag'rur holda salqin shamollarni o'ziq qilib o'ynab yuraydi ekan. Tuyuqsiz bir kuni o'zining oldidagi boshqa dengiz to'lqinlarining bir-birlab qirg'oqqa so'qilib, g'oyib bo'lib ketib qolganligini ko'rgan bu kichik to'lqin o'z taqdirining hamon ular bilan o'xshash bo'lganligini o'ylab, ko'ngli g'ash bo'ldi. Uning tuyuqsiz qayg'uga cho'mganligini ko'rgan orqasidagi yana bir to'lqin uning nimaga buncha g'am qilganligini so'rabdi. Sen bilmaysan, biz hozir xushal o'ynab yurgan bilan amini ovi qirg'oqqa usib g'oyib bo'ldi ekanmiz. Ajaba bu qo'rqinchli emasmi? deb javob beribdi kichik to'lqin. Yo'q, men emas, sen tushunmabsan. Biz amaliyotda to'lqin emas, balki azaldan va buningdan keyin dengizning bir qismi, dengizning bir qismi. Mening sana deydiganlarim mush yerda oxirlashadi. O'lim hayotni oxirlashtira olgan bilan munosabatni oxirlashtira olmaydi. Biz yanada do'st. Hayot vaqtimda so'zlarimni zang silib anglag'iniga rahmat. Men o'lgandan keyin endi sen so'zla, men anglay. Muallim keldi. Qara eli, kunlarim oxirlashay deb qoldi. Seni jiyanim degan qaraganda do'stim deyishni texmi yaxshi ko'raman. Kichik vaqtingda cho'chaklarga amroq eding. Sen o'qib bergan yog'och otning ko'z ishi degan hikoya elimi yodingdimi? O'lib ketguncha sen bilan yuz ko'rishalamdim yo'q, bu menga noma'lum. Kech kunduz men uchun allaburun ahamiyatini yo'qotdi. Oxiri sana bir hikoyani qoldirib qo'yishni to'g'ri topdim. Buni faqat sen tushuna olaysan va ayolim bolalarimga tushuntira olaysan. Bu hikoya bo'lsa bir kichik dengiz to'lqinining hikoyasi. Burun dengizda bir kichik to'lqin bo'lib, u shuncha xushal va mag'rur holda salqin shamollarni o'zib qilib o'ynab yuradi ekan. Tuyuqsiz bir kuni o'zining oldidagi boshqa dengiz to'lqinlarining bir-birlab qirg'oqqa so'qilib, g'oyib bo'lib ketib borganligini ko'rgan bu kichik to'lqin o'z taqdirining hamon ular bilan o'xshash bo'lganligini o'ylab, ko'ngli g'ash bo'ldi. Uning tuyuqsiz qayg'u cho'mganligini ko'rgan orqasidagi yana bir to'lqin uning nimaga buncha g'am qilganligini so'rabdi. Sen bilmaysan, biz hozir xushal o'ynab yurgan bilan g'amini ovi qirg'oqqa usib g'oyib bo'ldi ekanmiz. Acaba bu qo'rqinish emasmi? deb javob beribdi kichik to'lqin. Yo'q, men emas, sen tushunmabsan. Biz amaliyotda to'lqin emas, balki azaldan va bundan keyin dengizning bir qismi. Mening sana deydiganlarim mush yerda oxirlashadi. O'lim hayotni oxirlashtira olgan bilan munosabatni oxirlashtira olmaydi. Biz yanil do'st. Hayot vaqtimda so'zlarimni zang silib anglag'iniga rahmat. Men o'lgandan keyin endi sen so'zla, men anglay. Xotima. Agar bir odamning tali kelsa, uni Yufrat daryosiga ittirib vassangmi, uncha marvoy suzib chiqadi.
Babilon maqal tamsillari. Ta'lilik bo'lishni orzu qilish hamma odamda bo'ladigan universal hodisa. 4000 yil ilgarila Babilon kishilari xuddi hozir zamon kishilariga o'xshashla ta'lilik bo'lishni orzu qilgan edi. Ta'lay rostila ba'zi kishilarga nisb bo'lib, ba'zi kishilarga nisb bo'lmamdi. 30 yildan ko'proq yo'l bo'yida tilamchilik qilib kun o'tkazgan bir odam bo'lgan ekan. Bir kuni uning oldidan bir yo'lovchi o'tibdi. Tilamchi uningdan pul tilash uchun shlapsini tanglabdi. Yo'lovchi: "Menda sangbargidagi hech narsa yo'q. Biroq shuni bilgim keldi. Sen o'ltirib olgan ovi narsa nima?" deb so'rabdi. "Bu bir keraksiz ko'ni sanduq. Ismini bilgandan boshlabla men bu sanduqda o'ltirib kelyapman" deb javob beribdi tilamchi. "Ichiga qarab baqdingmi? Zo'riti bormi? Buning ichida baribir hech narsa yo'q. Meningcha ikkimiz ichiga qarab baqayli" deb ching turibdi yo'lovchi. Tilamchi sanduqni nayt tasdiq etibdi va ichida liq oltin borligini ko'ribdi. Men nurg'un kishilarni mush tilamchiga o'xshataman. Ular xushallik, baxt va ta'liq qo'shlangan sanduqning ustida o'ltirib olib, bu narsalarni kishilardan talab qiladi. İnsanlar yer shar deb atiladigan muallaqda esib turgan bu jismning ustiga o'ltiraqlashgandan tortib, ta'liq izchil kishilarga intilib turmoqda. Biroq biz darizlarimizni taqib oldik. Quyosh nurining kirishiga yo'l qo'ymadik. To'liq o'rta maktabdagi geometriya o'qituvchimiz bizga doim chambar ustidagi bir-biriga eng yiroq ikki nuqta, dal bir-biriga eng yaqin ikki nuqta deydi. Nurg'un kishilarning ta'liq mendan bak yiroq degan so'zini anglayman. Amaliyotda ular izchil ta'liq ishida yashaydi. Agar siz kitobdagi mushu qurlarni o'qiyotgan bo'lsangiz, siz allburun ta'liqlik hisoblanasiz. Agar mazkur asarni o'qib bo'lgandan keyin qalbingizda zarich yo'ruqlik paydo bo'lgan bo'lsa, bu men Ali Qurbon uchun zo'r baxt hisoblandi. Xayr, xo'shlashadigan vaqtimiz kelib qoldi. Sizlarni suyman. 2016 yili yanvar Urumchi.